Bugun men sizlarga Kia Bongo yuk avtomobiliga o'rnatib bergan bortli tentimiz haqida ma'lumot berib o'taman va video oxirida narxini aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlavorasizlar. Barcha harakatlarimiz sizlar uchun. Jigarlarim, bu bortli tentni balandligini, bortdan tepasini 1.40 qilib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin, juda chiroyli chiqqan va Turetskiy 700 grammlik qalin tentdan chiroyli qilib bichib tikib berganmiz. Chiroyga o'zinglar bitta ahamiyat berib olasizlar. Choklari ham juda go'zal, juda chiroyli chiqqan. Ko'rishinglar mumkin. Bitga alohida baho. Endi orqasini ko'rsataman. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu furgon asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, yem-xashak, xozayственный mahsulotlarni tashish uchun mo'ljallangan. Ko'pchilik mol, qo'y ham tashishadi bu bortli tentda. Narx ham hamyonbop, oxirida aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlavorasizlar. Orqasiga keladigan bo'lsak, orqasini lentali qilib berganmiz, ko'rishinglar mumkin. Mana shunday qistirib qo'yasizlar, chiroyli turadi, akkuratni. Orqa eshigini Damaznikday ochiladigan qilib berganmiz, ko'rishinglar mumkin. Ikki tarafga ikkita nasos silindr o'rnatilgan. Ahamiyat qaratib orasizlar mana. Ko'rishinglar mumkin. Sifatli mahsulot. Xohlovchilarga ikki tarafga ochiladigan qilib beramiz. Xohlovchilarga bir tarafga katta qilib ochiladigan qilib beramiz. Bu kuzov qismi, ko'rishinglar mumkin. Kuzov holati. 4x2 qalin profillar ishlatilgan, ahamiyat beraverasizlar. Stenkasi 1.2. Juda sifatli, baquvvat. Ko'rishinglar mumkin. Sifatiga katta kafolati bor, hurmatli obunachilar. Bu bortli tentimiz attiga bir kun ichida tayyor bo'ldi. O'zlaringizni, vaqtlaringizni o'g'irlamaysizlar. Misol uchun ko'pchilik 3 kun, 4 kun kutadi. Yo'q, biz unaqa emas. Aniq bir kunni belgilaymiz. Ertalab kalitni olib topshirasiz. Obedgacha, uzog'i bilan kechgacha mashinangizga bortli tentni Kia Bongomi, Chang'an, Hyundai Labo farqi yo'q. Bir kun ichida ishingizni hallab, dokumentlar bilan jo'natib yuboramiz. Endi eng qiziq joyga keldik akalar. Bu bortli tentning narxini qancha deb o'ylaysizlar? Taxmin qilib turinglar. Bu bortli tentimizning narxi 6 million so'm. Ko'rishinglar mumkin. Turetskiy tent. Eng sifatli profillardan foydalanilgan. Nasos silindr orqasi Damaznikday ochiladigan qilib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Sifatini o'zingizlar kelib tekshirib olasizlar. Bizning korxonamiz 20 yillik ish tajribasiga ega va biz o'zimizga katta kafolat beramiz. Kimga shunaqa bortli tent, furgon, xolodilnik furgon, tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, akalar kelaverasizlar. Chiroyli bonuslarni ham qilib beramiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Samarqand shahrida joylashgan. Sizni kutib qolamiz. Avtofurgon to'g'ri tanlov.